Hammangizga xayrli kun. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun siz bilan birgalikda siz tomoningizdan keladigan eng ko'p savollardan biri Germaniyaga ishlab yoki talaba sifatida kelib oilamni olib kela olamanmi degan savollarga oydinlik kiritamiz. Qanunda keling. O'rnib kanalimga subscribe qilishni unutmang. Chunki sizni bu yog'iga juda ham zo'r kontentda videolar, foydali videolar kutmoqda. Germaniyada yashash huquqiga ega bo'lgan shaxslar o'z oilasini olib kelish uchun oilani birlashtirish vizasi uchun ariza berishi mumkin. Ular qaysi toifadagi odamlar? Ya'ni kimlar bu huquqqa ega? Keling, buni ko'rib o'tamiz. Birinchisi, Germaniya fuqarolari, fuqaroligini olgan shaxslar. Ikkinchisi, Germaniyada yashash ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslar. Uchinchisi, ishchilar, Germaniyada ishlash uchun kelgan shaxslar. To'rtinchisi, talabalar. Talaba sifatida Germaniyaga o'qishga kelgan shaxslar. Bular oilasini olib kelish huquqiga ega. Hozir sanab o'tganlarimning har bir toifasi uchun o'zining shartlari bor. Birinchisi, ya'ni Germaniya fuqaroligini olgan shaxslardan ularni oilasini olib kelishi uchun qanaqa talablar qo'yilgan degan savolga moliyaviy ta'minot talab qilinmaydi ular uchun. Hamda asosiy narsa oilasini olib kelganda uni yashaydigan joyi, ya'ni uyni kvadrat metri hisobga olinadi hamda til darajasi, ya'ni A1 darajada bo'lishi kerak. Ikkinchi kategoriyadagilar Germaniyada doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan shaxslar. Moliyaviy ta'minot talab qilinadi va turmush o'rtog'idan kamida A1 darajada nemis tilini bilishi kerakligi so'raladi hamda yashab turgan uyini kvadrat metri hisobga olinadi. Ya'ni buni isbot tariqasida ko'rsatish kerak hujjatlar orasida. Uchinchisi, ishchilar, ya'ni ishchi sifatida Germaniyada ishlaydigan shaxslar. Ulardan ham xuddi yuqorida sanab o'tganlarimdek bir xil talablar so'raladi. Moliyaviy ta'minot, til darajasi va yashab turgan uyni kvadrat metri oila a'zolarining soniga qarab turib hisoblanadi. Bular asosiy talablari. Keyingisi talabalar. Talabalar o'zi aslida talabalarni oilasini olib kelishi sal qiyinroq, bakalavr va magistraturada. Lekin doktorantura va stipendiya egalari uchun bu imkoniyat juda ham katta, chunki ular oilasini olib kelish huquqiga ega bo'ladi. Ulardan o'sha turmush o'rtog'ining A1 darajada nemis tilini bilishi talab qilinadi. Moliyaviy ta'minotini ko'rsatish kerak, moliyaviy ta'minot yetarli ekanligini isbotlash kerak. Bu narsalar aynan doktorantura va stipendiya egalari uchun amal qiladi. Lekin talabalar, bakalavr, magistraturada o'qiydigan talabalar qanaqa qilib oilasini olib kelishi mumkin? Bu holatda ham sanab o'taman. Bu aniq siz uchun juda ham foydali bo'ladi, chunki mana shu savol ham juda ko'p keladi siz tomoningizdan. Keling, birinchi bakalavr talabalari oilasini olib kela oladimi degan savolga javob beraman. Faqatgina maxsus holatlarda, masalan, homiladorlik yoki sog'lik bilan bog'liq sharoitlar bo'lganda oilasini olib kelish imkoniyatiga ega, ya'ni shunaqa ruxsatni olishi mumkin ular. Magistratura talabalarida bu jarayonlar qanaqa kechadi? Bu jarayonlar agar talaba DAAT yoki Erasmus stipendiyalar sohibi bo'ladigan bo'lsa, oilasini olib kelishi ancha oson va boshqa magistratura talabalarida yetarli daromad yoki uy-joy bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa, u shotida block account, ya'ni block account deyiladi. Pul qo'yish kerak oilasiga, oila a'zolari hisobiga pul qo'yish orqali oilasini olib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunda Germaniya hukumati talabalarga yiliga minimum 11.208 yevro hisoblaydi. Bu degani oyiga 934 yevro miqdorida bloklangan hisob ochishini o'zi talab qiladi. Agar oilasini olib keladigan bo'lsa, uni o'sha turmush o'rtog'i va farzandlarini olib kelish holatida ularda farzandi uchun ham, turmush o'rtog'i uchun ham yoki rafiqasi uchun ham blok account, ya'ni hisob ochish talab qilinadi. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni miqdori qancha? 25-yil hisob kitobiga ko'ra turmush o'rtog'i uchun 11.208 yevro, ya'ni o'sha talabani sizga ketadigan miqdordagi pul. Farzandingiz uchun esa kamida 6.000-8.000 yevro pul kerak bo'ladi. Agar oila bilan kelsa, bloklangan hisobingizda kamida shunda umumiy 20.000-25.000 bo'lishi kerak. Bu ya'ni ham farzandlaringizni soniga qarab turib ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Shunda er-xotin farzandi hisoblangan holatda mana shu miqdor ko'rib chiqilyapti. Bu yerda hozir aynan talabalarda, aynan magistratura, bakalavrda o'qigan holatda qanaqa imkoniyatlar bilan kelishni aytib o'tdim, lekin bu sal qiyinroq bo'ladi. Viza chiqish jarayonlari, buni albatta aytib o'tishim kerak, chunki siz talaba sifatida kelyapsiz. Moliyaviy ta'minotingiz oilangizga yetarli bo'lgan holatlardagina viza chiqish jarayonlari qiyin bo'lmaydi. Endi eng qiziqarli joyga kelyapmiz. Elchixonadan so'raladigan savollar. Aynan mana shunga ham javob berib o'taman, lekin podpisatsiya bo'lishni unutmang. Oila a'zolaringiz bilan qanday tanishganligingiz, turmush o'rtog'ingiz qaysi shaharda yashayotganligi va qanday ishda ishlayotganligi. Aynan mendan 2 marta mana shu oilani birlashtirish vizasi uchun kirganimda mana shu savollar so'ragan. Ya'ni
yana ham turmush o'rtog'ingiz bilan qancha vaqt, bir haftada necha marta gaplashishingiz, sizni moliyaviy tomondan ta'minlayotganligi, mana shu savollar ham berilgan. Germaniyada qanday ishlashingiz yoki o'zingiz qanaqa o'qishni yoki ishlashni rejalashtirayotganligingiz ham so'raladi. O'ylaymanki, bugungi videoyim orqali Germaniyada oilani birlashtirish vizasi uchun qo'yiladigan talablar, aynan Germaniyaga oilani olib kelish uchun sizda tug'ilgan savollarga javob oldingiz. To'liq va sizga manfaatli bo'lishga harakat qildim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Imkon qadar bilganlarim bilan javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.